O'zbekistonda allergiyani sezoni boshlandi. Allergiyani ajali bo'lsa zominda. Nafas siqadigan bo'lsa yoki astmasi bor odamlar albatta bu videoni oxirigacha ko'rsin. O'rtoqlar, biza zominda joylashgan Zamin Forestga keldik. Bu yerda ertalab quyosh, obeddan keyin esa mana shunaqa yomg'ir ekan. Oldinlari zominni O'zbekistonni Shvetsariyasi desa to'g'risi ensam qotardi. Chunki Shvetsariyani ham ko'rganmiz. O'zbekistonda unaqa joy yo'qligini men o'zim uchun bilganman. Lekin zominga keladigan payt bor ekan o'rtoqlar. Zominni o'zini barxitli sezon degan narsasi bor ekan. Aprel, may, iyunni o'rtalarigacha ham kelish kerak deyishyapti. Tabiat nerealni. Oilaviy dam olaman degan odamga aslida nima kerak? Birinchi o'rinda pokiza joy, ikkinchi o'rinda tabiat ideal bo'lishi kerak. Dam olganga yarasha bayram-bayramdek bo'lsin va cho'ntaybob narxlar. Qaranglar, ikkita tog'i o'rtasi. Zominda hozir barxitli sezon aprel, may, iyunni o'rtasigacha tabiat bu yoqda rostdan mazza qildirib yoradi. Narxi ideal. Qaranglar, kishi boshiga taxminan 800 ming so'mdan tushyapti. 26 ta shalesi bor ekan. Shalelarini 2 yil bo'pti o'zi bot qurilganiga, hali yangi bo'lib turibdi. Joylar pokiza. Bu yoqda ichish, chakish, azartni igri hammasi zapret. Oila bilan kelib mazza qilib dam olib ketadigan joy emasmi? Biza onam 2 farzandim 4 kishi olgan shalayimiz 3 million 800 ming ekanda. Qaranglar, buning ichida 10 xil оздоровительный protseduralari bor ekan. Massajlari, basseyn, saunalari bor va kuniga 3 mahal ovqat ham berilar ekan. O'zi zomin sanatoriyaga yozilish juda muammo. Odamlar yillab yoziladi-da sanatoriyaga putyovka olish uchun. Bu yoqqa bo'lsa, shunda uyinglarni olasizlar, kelib mazza qilib dam olib ketasizlar. Hozir juda ko'pchilikni allergiya qiynayapti. Bu yoqda aynan shu allergiyadan qiynaladiganlar, nafas siqishidan qiynaladiganlar kelib dam olar ekan. Tabiat o'zini yo'liga, lekin kechqurun yotib dam oladigan, kuningizni o'tkazadigan shalay albatta muhim. Hozir men sizlarga 4 kishilik xonani ko'rsataman. Shalayga kirib kelishimiz bilan mana shunaqa katta hol kutib oladi. Bu yoqda o'tirib televizor ko'rsanglar bo'ladi. Kirganda sanuzellari, bu spalni 2 kishilik. Bu yoqda bo'lsa bemalol farzandlaringlarni joylashtirsanglar bo'ladi. Qaranglar, shundoq shalaydan chiqishinglar bilan dadam mana bunaqa tabiat kutib oladi-da. Nima deyapti bu? O'zbekistonda tabiat uncha yaxshi emas deganlar ko'rib qo'ysin. Shundoq yoninglarda sharshara, archali tog'lar, shundoq nima deydi, archani hidi gupirib turibdi-da, odam mazza qilib yoradi. Tabiat mazza, rostakasi mazza. Men yaqinda Xitoydan keldim. Havosi tozaligi bo'yicha dunyoda birinchi, ikkinchi o'rinda turar ekan. Menimcha havoni tozaligini o'lchaydigan apparatlar zominga qo'yilmagan. Agar zominga qo'yilganida ishoninglar, gap yo'q, zo'r bo'lardi. Nima deyishni ham bilmayman. Tabiat bomba. Ona yoqdimi? Zo'r, yaxshi zo'r. Yaxshimi? Sizgacha? Yoqdimi? Yoqdimi? Shunaqa. Kelinglar zominga. Joy qolib ketibdi, qaranglar. Shunda shalayning orqasida shu o'rmon. Ajoyib-a? O'rtoqlar, qaranglar, sezon paytida umuman skidka haqida gap bo'lishi mumkin emas. Lekin bozorchilar profilida emas. Men Zamin Forestda har bitta shalaydan sizlar uchun 400 ming so'mdan chegirma olib qo'ydim. Kelib, mazza qilib dam olib ketinglar. Faqat bitta sharti bor. Bozorchi Elyor nomidan chiqishinglar kerak bo'ladi. Men ular stranchkasini belgilab qo'yaman. Albatta o'tib, tanishib, kelib dam olib ketadigan joyi lekin.